Yaxshimsizlar, men keldim. Oldin qitim oilada baqqollik tayyorlash usulini chiqarsam, nurg'unlaringlar seriq may yo'qdi, qanday may ishlasak bo'ldi deb so'rabsizlar. Oiladagi odatda tamoq etadigan mayni ishlatiblar. Bugun o'xshagan baqqollik tayyorlashni o'rgatib qo'yma. Men qo'shilib oxirgacha ko'rib o'rganinglar. Old bilan muvofiq miqdorda yong'oq tayyorlab, bir bo'lkini ushoq to'g'rab olamiz. Yana bir bo'lkini uzunchoq yopiloq shakl chiqarib to'g'rab olgandan keyin Andın qachiga 5 dal tuxum, 5 gram suda, 175 gram atrofida oq shakar silib, tadanchida 25 minut ko'p turib olgandan keyin 200 gram asal, 50 gram tamoqqa ishlatadigan suv may qo'yib, 1 minut aralashtirib, 70 gram suv qo'yib, ushoq to'g'rab olgan yong'oqni silib, yaxshi bir aralashtirib etgandan keyin 320 gram atrofida odatdagi unni tasqab to'kib, umoch holatgacha aralashtirib olamiz. Andin duxovka taxsini maylab, taxsiga to'kib üstiga avay tayyor qilgan yong'oqni chechitib, duxovkaning ustini 160 gradusda qizitib 35 minut atrofida pishirsak lekin tayyor bo'ldi. Yoqtirgan bo'lsanglar oilada sizlar sinab beqinglar. Shunday yeyishlar ham shunday yumshoq chiqibdi. Meni qo'shilishni unutib qolmanglar.